Uzdil HTML dersligi 6-cı qism HTML tekst formatlash va ekranda chiqarish xat kuchlari. Darslikning asosiy mazmuni HTML tekst formatlash xat kuchlari. Torbet yuzdagi asosiy yozuv uchun formatlarini ko'rsatadi. Bu tövendikisi HTML tekst formatlash xat kuchlari hisoblanadi. Buning asosida B xat kuchi tom xatga aniqlab berish ishlatiladi. B xat kuchi cho'ng nomerli xatga aniqlab berish ishlatiladi. EM xat kuchi ta'kidlangan xatga aniqlab berish ishlatiladi. I xat kuchi yanto xatga aniqlab berish ishlatiladi. Small xat kuchi kichik nomerli xatga aniqlab berish ishlatiladi. Strong xat kuchi tavsiyali xatga aniqlab berish ishlatiladi. Sub xat kuchi tuvanki burchakda ko'rsatilgan xatga aniqlab berish ishlatiladi. Sub xat kuchi yuqorqi burchakda ko'rsatilgan xatga aniqlab berish ishlatiladi. Innis xat kuchi qistirma xatga aniqlab berish ishlatiladi. Del xat kuchi o'chirilgan xatga aniqlab berish ishlatiladi. Masalan, motor ko'rgichdagi ma'qul unum holatdagi xatlarniki asli kodga qaraydigan bo'lsak, buningki asli kodniki masalan ma'noga B xat kuchi ishlatilganligini, ma'noga strong xat kuchi ishlatilganligini, ma'noga B xat kuchi ishlatilganligini. Andan keyin qaraydigan bo'lsak, mavu sub va sub mavu ostinqi burchakda ko'rsatish, ma xatniki ustunqi burchakda ko'rsatish qatorliq ham shu har xil holatdagi xat kuchlarini ko'ramiz. İkinci mazmun HTML kompüter ekranda chiqarish xat kuchlari. Uni ko'pincha kompüter program tillarini ifodalashda qo'llanamiz. Bu xat kuchlardan kod xat kuchi, ya'ni kompüter kodiga aniqlik berish. KBD xat kuchi kompüter konfiguratsiya kodiga aniqlik berish. SAMP kompüter kod davrasiga aniqlik berish. TT xat urish mashinasi kodiga aniqlik berish. Var xat kuchi o'zgaruvchi miqdorga aniqlik berish. Pre xat kuchi oldin formatlangan tekstga aniqlik berish qatorliqlarga ishlatiladi. Masalan, bu tövendiki tor ko'rgichdagi mazmundagi asli kodga qaraydigan bo'lsak, buningki masalan bu o'xshamagan xat kuchlar orqali shu xatlarni o'xshamagan holatni ifodalagan, ham ba'zilarininki bu formatimi o'xshash emas buningki ko'rilishniki.